Bugun biz qiyomat kunining dahshatli manzaralari bilan tanishamiz. Qiyomat kunining boshlanganini bildirib baland bir ovoz eshitiladi. Alloh taolo Isrofil alayhissalomni tiriltirib, surni ikkinchi marotaba chalishni buyuradi. Sirot ko'prigi hisob-kitob tugagach, jahannam uzra jannatga olib boruvchi ko'prik quriladi. Ikki tomonida ilmoqlar osilib turibdi. Har biri o'ziga buyurilgan kishini ilib olish uchun tayyor. Yo'q! Yordam beringlar! Yo'q! Ovozlar Rahman haybatidan jim qolmish. Qadam tovushlaridan boshqa hech narsani eshitmassiz. Bu kunda ularning og'izlariga uramiz. Nima kasb qilganlari haqida bizga qo'llari so'zlar, oyoqlari guvohlik berar. Dunyo hayoti tugadi. Birin-ketin barcha farishtalar, hatto o'lim farishtasi ham vafot etdi. Ana endi hammasi boshlanmoqda. Va sur chalindi. Bas ularning hammalarini jamladik. Mahshar maydonida odamlar qayta tirilmoqdalar. Bashariyatning ilk boshidan beri o'lgan barcha insonlar birma-bir qayta tirilmoqda. Biz bilgan dunyo endi yo'q. U butunlay boshqa ko'rinishga o'zgargan. Bu darajada cheksiz tekislikni umringizda hech qachon ko'rmagansiz. Odamlar 1000 yillab kutadilar. Har bir kishiga amallar kitobi berilib, hisob-kitob uchun chaqiriladi. Ularning har bir amallari mezon tarozisida tortiladi. So'ngra Sirot ko'prigi quriladi va nihoyat oxiri do'zax yoki jannat bilan tugaydigan yo'l boshlanadi. Insonlar birin-ketin barcha ishlarga guvoh bo'lishadi. O'lgan jasad qanday qilib tirilishi mumkin deyishingiz tayin. Chirib yerga ko'milib ketgan jasad qanday qilib qayta tirilishi mumkin? Mana bu oyatda Robbimiz go'zal javob qilgan. U suyaklarni kim tiriltiradi? Holbuki ular titilib ketgan-ku dedi. Sen ularni ilk marta yo'qdan bor qilgan zot tiriltirur va u har bir yaratilgan narsani yaxshi bilur deb ayt. Koinot orqali o'zini birga tanitgan, cheksiz kuch va qudratga ega bo'lgan va hamma narsani mukammal saqlaydigan yaratguvchi har bahorda bizga tirilish misollarini ko'rsatmaydimi? Yer tagida ko'milib yotgan urug'ga jon kirib, yerdan unib chiqib, rangli gulga aylanganini ko'rmadingizmi? Nahotki guvoh bo'lmasangiz, eng kuchli qo'shinga ega komandirni tasavvur qiling. U askarlarga dam olishni buyurdi. Sizningcha u mana shu askarlarni bir ovoz bilan qayta birlashtirib olishi mumkin emasmi? Xuddi shuningdek Alloh ham insoniyatni ko'plab omillar bilan yaratgan. Ona qornidagi bolani kerakli ozuqalar bilan ta'minlaydi va shu orqali chaqaloqni yaratadi. O'limdan keyin jasadlarimiz chirib, yer ostida tarqalib ketganidan keyin u zot bizni qayta tiriltira olmasligi mumkinmi? Xuddi oyatda aytilganidek, avvalgi yaratishda ojiz bo'ldikmi? Odamlar qabrlardan qo'rquv bilan uyg'onishdi. Xuddi chuqur uyqudan turgandek. Yalang'och va yalang oyoq bir tomonga qarab shoshilishmoqda. U kunning dahshatidan kishi yonida kim ketayotganini bila olmaydi. Hech kim nima qilishni bilmaydi. Xuddi chigirtka kabi har tomonga qochib yugurishmoqda. Ular mana shu kun haqida ogohlantirilgan edilar. Ular qabrlardan ko'zlari qo'rqinchga to'lgan holda xuddi yoyilgan chigirtkaga o'xshab chiqib kelurlar. Iymon keltirmaganlar shunday dedilar. Bugun imtihon kuni. Allohga osiylik qilishdan uzoqda bo'lgan mu'minlar mag'rurlik va quvonchli yuz bilan markablarga minib yurishadi. Ammo Qur'ondan yuz o'girganlar esa mahshar maydoniga yuzlari bilan yurib kelishadi. Ba'zi yuzlar nur chiqarib porlaydi, boshqalari esa o'zidan chiqqan terga botadi. Odamlar ilojsiz qolib yaqinlarini qidira boshlaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ular bir-birlaridan qochishadi. Chunki ular faqatgina o'z jinoyatlaridan qutulib qolishni istaydilar. Gunohkor o'sha kun azobidan qutulish uchun o'z bolalarini